u balaning ta'tilga yurib olgan bo'lsa, sizni olaman deb qo'pmaydi. Müştüka özümüz qilib qalsın. Men ikkalını bijadi qo'yib uyda o'tiraman. Aqcha g'azab yaxshi ko'rgan vaqt Abdulazizjonning ayinchaqda. Ha, toz yaxshi ko'rgan. Ammo shu kuzga pulni berib mang. Jugan qindan, izlanda, toz jugan, toza o'ynatqin. Hay lay lay. Jiliqma, tijdolma. Ha, do'konchidim degan bir ajoyib. Hocam men qo'shqanimda pulnashmaydi deyman. 3 kilo samadim, men qo'saq bunda yo'g'on chiqsam men bilmem resim uchsam hali. Voy, degan bir o'zimga jang e'lon qilib do'kon ochirib qanchalik savdo qilman degan. Voy, do'kon chirvon. Shedam o'tiramda, men xato ko'rib qoldim. Voy, bizning do'kon shudimi va? Yaxshi to'ldimi? Yaxshi bo'lmadimi? Bu odam yo'q do'kon ochirib. Yo'q, seni saqlab o'tirib turay desam xijil bo'ldim, qaysi haqdan. Son do'konlar ochirib o'tirib turgan. Siz meni tonlimi yo'qmi? Ha, iliqim mınış kız koyup fol. Ettigen demiş kızalgı şu pulunu bir itip edip çiğenma. Yaçayma tırsıdılar bir soğudan bir yirişik et soğan. Kızlım gibi emez. Men siz yaxşı ko'rgan ağavalının qanını qaydı. Men yaxşı ko'rgan ağalına. Men yaxşı ko'rgan ağal men tigip olgan tutsam. Tigip oldum ha? Ha? Yani olsa. Sıçı mı? Abdülcan'ın aile. Vay, konuşuyordum ha. Gep kıysa. O, işçimi gireptim. Endi men haqni olib so'rab səhət turdikan qaysa, şunu sizden bir arım oturub paranlaşay deb tüvənçlikdən çiğdim yollarga. Bu ikimizden paranlaşqıdek hiç qanday gep yo'q deb o'ylayman. Endi sizmi ayol kişiye qaysa. Hem tüvənçlik bilan şu sizin aldıraq kep qaldım. Siz bir xapamay işkilerimi taqib etib gəlsə, işkimizin parangını başqalı anlap qalmasın. Boynumda bu ötügön sırlıqlaştırıp Ya kəsir andikin paranlaşdı. Kızıq ki ya mən xaqa degen içirib. Yip ettim şikne. Edemdi bek etigen lam biserem can qılıp etilmezler. Undamı qiyğım yoxdu, qaysilmi ayol kişiye qalbim tushundu deb o'yladim, bo'lib misal to'y qilib bo'lgan ekan. Manda bo'lsin bilgan bo'lsam, men jangiz ammaytganman. Shaxsan o'zimda o'nim qo'yib o'ylab baqsira, sizning ayollar shu bilak yoki bir to'yga deyishgan qizlarning qishiq bir kun ishlasa, sizlar vaqtdan beyaram bo'ldi. Men u balni uyga kelsa, o'ttasi tamoq yesab, avrini qilib, bu yerga evatib qo'ysam, bu yerda suv to'sirib, bu yerga chirib chiqib yursa, men uyni o'tirib olamaydi ekanman. Voy ya, gaplarni endi tushundim. Ismlari Nursiman bo'lishindami? Ha. Abdulazizjonninki Janzepog'a oila. Ha. Ha, menda desa. Unda sizning o'rnlarda rost degandek men bo'lsam-mo, o Abdulazizjon bilan bizning ishimiz burun. Xelibek burunmi? Shu vaqtida hamda rost yaxshi ko'rgan. Abdulazizjon bo shundan yaxshi bola hamda. Lekin hozir men to'qib bo'ldim. Men bir turmush qurgan, bir ona bo'lash oldida tug'an, ham bir bolani beqiyotgan bir ona. Sizning mening qalbimda shu Abdulazizjon bormi-do? Sizlar degan men da'llarni to'kilamasam, zongli qattil chirib qolgandek tuyulyapman. Men bu to'yni qilib bo'lib, burunqisini eslaydigan, yangisini yodlaydigan unda quyim yo'q. Men bijivlar o'tdim, bo'ldi, men shuni bilan o'tdim-a. O ne vaqt o'tib ketgan ishlar, men uni eslab, o'ylab, uning bilan ko'rishib olsam bo'ldi, uchrashib qolsam bo'ldi deb yurgan qizlar emas. Sizlar meni xato tushunib qolibsizmi? Yo'q. O deganlarmi to'g'ri qaysa. Endi sizning bo'lmagandan endi balning tashiga yer bo'lib qolib qolsa, men uyda xotirjam o'tiraman. Qaysa u balning tashiga yer bo'lgan bo'lsa, sizni olaman deb qo'pmaydi. Jangizni opsizlar, yo'q natijam bomda. Yo'q, endi akishlar o'xshamaydi emasmi? Ishonchlar yo'q o'xshaydimi? Undamı emas qaysa shu gapning poskalsiga kelsak, xafa olmay do'konni bekor qilib bastire. Müştüka o'zimiz qilib qolsin. Men ikkalini bijadi qo'yib uyda o'tiramayman. Sizlar bir ayol kishining ojiz qalbini tushunsa. Sizlar yig'latamlar ya. Ya men o'tganda yig'lastirayman, do'kon kechki xaridor yig'lab chiqatmasin. Ya qanday gap bo'z deyishkil bo'ldi deb meni u bolalar hech qanday ishim bo'lmasa, sizlar jiq o'ylayaplar. Yo'q, shu do'konni bekorlab bastire qaysa. Men xotirjam bo'ldim. Do'konni bekorlab turim deb plan bekorlab bergil hozir. Bu ishkadam non tipiyatimiz ma do'konda. Endi bu yilda yo'q 70-80 ming qo'y tepatgan do'kon tursa bu. Canımda xijolat qilganda. Abdulazizjonning pek qo'lida yo'q emas. Siz to'y qilsizlar, yana bir siz to'y qilg'ich bir oy bataq shernaga berib kelib qilsizlar.
Endi sizlar ma gapni manga demay oplizjon bazarga 3 kun chesa 3 kun yo'q. Shu oplizjon sir to'g'ri bo'larmiki? Men u balani bek kurashni xohlab ketmayman. U baladan bo'lgan ishlar o'tib ketgan hamishlar. U balamo meni ko'z ayon qo'ylab maqdim, men ayon qo'ylab maqma 1 kilometr jiroqda oplizjon kelib o'tibdi desa, keynim qo'ylab ketadigan odamman. Sizlar bek jiq o'ylayaplar. Agar sizlarning mushu gapni mening yo'ldoshim anglab qolsa, mening uyimni buzilib ketarmi, buzilib ketmasmi? O'ylab boqsanglar. U bolalar tukka ishlab tursa, men bir hozir ona ulash oldidagi odam tursam, bu gapni mangchirib deganlar faqat to'g'rimidi? Bu gapni sizlar yaxshi berib, optizjon sirlarmiki? U do'kon degani bekalslar deb lan bekalab chiqadigan narsa emas. O'zimiz zamonda cho'pqat xaridorlar bo'ladi. Ayol kishining qalbini olib so'g'ankin bilamki desam. Dükkanın açılışındamı? Voy sizlar, öjep ichki o'zgarayotgan ya. Hozir chiroyli gap qopmidi? Voy nim demakchi? Men dükkanni sizning ochqanlarimni bir ko'rayjimi avval. O, shuni qo'yag'am deganida. Ochma. Açamlar. Ochma, quloqning kagini qila. Bunda nima bu? Aqcha g'azab yaxshi ko'rgan vaqt aplasiz jonning enchaqda. Ha, taz yaxshi ko'rgan, taz yaxshi ko'rma deb yurgan qanda. Otlizlan ba'g'o taz yurgan, taza o'ynatgan, taza eppagan, taza kiygan, taza yegan qanda gap bormi? Yaxshi qilibsizlar. Ha, yaxshi qilgan. Aran qolgan nima? Men ay deganmay qolgan. Voy ba'dim ay ne vaqt cho'rvatgan men u sis qo'qqasa xunshutingni. Qanday qilsang qilay Shu xunshutingga men tekkan, men dükkanni qitib baschiman, shu avlan qitib menga. Qaysa xine? So'lib o'tkazib, Dükkanı biz mana ijardi to'xtam qilib ichivyapmizmi? Pul deb berib ichivyapmizmi dükkanni? Qanday nima u? Chiribdan dükkan bekalsizlar deb chiqsizlarmi dükkandan? O, shmishchim pishirda. Ha, dükkan oydan bunday 20 ming koy pul topadi, 150 ming koy pulni yana ekilib qo'ya. Hozir ham bekalayman. Bekalayinglar, bekalaydigan dükkan emas bu. Mayli cho'gizay. Irpanjon tekkan bo'lsa ishi bor ekan buni taqa. Men dükkanni sizning men ochqanlarimni bir ko'ray xinim. Voy, nega vasir bo'lsa? Qovog'am degan ma'lum. Voy, ay mana shu koy pulni berib men Aldırma elib alan. Siyatkim hajma. Seni bu dükkandan ko'chirdiğanga endi bir turkum adam tayyor bo'ladi. Ovozing chinniga yollaymanki, endi ko'rsan. Irfan aka, aplazning burunqi mabdi bozaq qilib meni. O'zinglar qazilni qo'y, babamiz o'yangni buzitdim deb mishadimi? Taxnaga silkishlab, tullab chiqarib etdi dükkandan. Voy, qanaraqullah, tizliqmi? Dor nishonlaydi ekanmiz sizlarga. Yo, silimmayak bir chiqdi ekanlar, ha? Men shu qo'shanliq aytganlar deb chiqdim sizlarga. Voy, inshaalloh. Qoptoq. Osh Abdulazizjon to'y qilamdi ekan zada. Oxiri gap qilmasa, cho'ng bir yukim yo'q edi janob. Shundan yengillab qoldim. Yana bizga, ma bizning uy kelinchak bo'lgan qizlar minda qizlar ekan. Biz bizga miya chiqishimdiki maqsad shu qizlarni xo'sh qilay deb chiqdim. Bu qizlarningki bizga nima yaxshilik qilib qoldi-chu. Endi bir salom, so'q salom deb to'yli qilib qolgan chaqda biz bir salamni yaxshiroq qilalar deb bir kestilini, uzukini bir chaqiraq olib ekanmiz. Uning hammani yondirib etdi. O'shiq pul xajlanib solma raqqa deb. Shunda opam. A esilligini. Ma Shanxayda qolgan qizlar degan zot o'xshamayotgan deyman. Oqiba. Shunda oldin qitdim qanday qilib Oldin qitib sil ko'rganlar o'sha. Mishchizda o qizlarning bir aksining bir inlari bor, ballari bor ekan. Ashliga bir debda ishga chiqdim deb qolcha ekan. Nadin deb. Men nimliqqa guchang men dadim bir savakin qo'ysin. To'g'ri. Shuni qilay deganda men tushunib olmadim. Deyliq ba oplaz degan kuydan so'sam maktabda bish bola 40 qadam o'tadi, mening 40 qadam bish qadam o'tadi deydi. Bu isatma AI deganimiz qanday deysizlar? Bir shu mashina o'qituvchi deb qarasizlar bo'ldi. Bundan nima deganda bola nani bilmasa, avval bir balaning saviyasiga bir diagnoz qo'yib, nani bilmasa shu an to'liqlab mangda. 6-yillikda o'qiyotgan balama 2-yillikda bilsan bilmagan yeri bo'lib qolsa, mashinadan o'dirgan gap. Endi bolalarga sinfda 50 odamga bir o'qituvchi so'zlagan ekan, u tushunganlar manglaydi, tushunmaganlar manglaydi, shundaymi yo'qmi? O'zining saviyasidan qiyin chiqib qolib qolsa, bola shu anglab o'tirgan gap. Ma'vo hali kimyoda ufayganlar o'xshash, biologiya tiq o'tirdigan o'xshash. Mesela 30 aladigan balaga 30 saviyalik tushuna oladigan mazmun chiqarib berdi. 90 aladigan balaga qiyinroq ash balla mana bir tavjan qila oladigan mazmun chiqarib berdi-chu. Shunga biz buni nima deganda AI o'sha hozir qilmish Qarashim Fey hisobda davlatimizning eng oldi desak bo'ldi o'rganish kompyuterlarniki. Mana misol bu qalima samog'isi. Balla tushunmagan so'zlik bo'lib qolsa. Voy, uka. Voy, yig'lama gap qilam. Voy, nima bo'ldi? Mehmet,
Şinxua kitapxonasida 2-qavatda kodash uy sotadigan yerda. Yo'q, men baray bo'liningizga. Ha, maqa, bir şey yapacağım ben. Bağlı bas olur. Ne? Kom ne? Lan nim bo'ldingiz deyman? Nima, to'yni qilolmay g'amlab qoldim aka. Men iya tuturayım. Voy, yo'q, ishim bor. Ben bu to'y deganda qilinadi, qilmaydigan ishini. Tishat begicha qalamni oldi, axir men tillab edib chiqdim. Xas, qini bak, tushunamadim, oldirma gap qilaman. Men o'tirmay qolmasin. O'tiraman. Ben nim bo'ldi deyman. Ya nima? Şu kim bo'lsa ketdi. Ma'zi siz debdingiz, men shu ishni ukam lozim deb, Afg'oniston bo'lsa men epra deb ko'ngil qo'ydim, men chiqdim ukam. Tushunamadim ki bo'lsa degan nim bo'ldi, tushunma. Kelim bulay deb pek jiqtirishdim, o'zir buzilar. Liqab bizning burun qilayı qo'ygan kelim aja edemjiq yaslik ishlab. Şu nimida nim ish qidayman shu. Men misli almasa. O nim bo'ldi. Dizlemba meni yaxshi ko'rgan. Taz yaxshi ko'rmadim shugan qandoq. Dizlemba taz shugan. Taz o'ynatgan, taz etmagan, taz kiygan, taz yegan qandoq gap bormi? Sizlarni do'konda pullab shunda. Bitta berayman. Bu 150 ming qo'yib yagini qo'ya, hozir bir qo'ymayman. Güzelliğini koyayım. Aka bo'lmaydi. Ketdim bo'ldi. Ya ukam,